2 dona tuxumdan mazali shirinlik tayyorlaymiz. Un, kakao hamda razrihlitilni aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Tuxum hamda shakarni oppoq bo'lguncha miksirlaymiz. Birin-ketin sut hamda o'simlik yog'ini solib miksirlashda davom etamiz. Suyuq massamizga tayyorlab olgan unli massamizni solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Oldindan tayyorlab olgan qolipimizga solib, oldindan qizdirilgan pechimizda 15 daqiqada pishirib olamiz. Krem uchun xona haroratidagi saryog' hamda sutimizni miksirlab olamiz. Kakao hamda shakar upasi solib, krem holiga kelguncha miksirlaymiz. Pishib chiqqan biskvitlarimizni teng 2 ga bo'lib, ustki qismini kroshka uchun olib qo'yamiz. Sut bilan propitka qilib, oralarini kremlab olamiz. Olib qo'ygan biskvitimizni maydalab, tayyor bo'lgan shirinligimizni ustiga sepib olamiz. Ustini xohishga qarab bezatsangiz bo'ladi. Tayyor shirinligimizni 2 soatga muzlatgichga qo'yamiz va dasturxonga tortamiz. Shunaqangi mayin hamda og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Yoqimli ishtaha!